Ha, men Ironmanman, men Oceanmanman. Oceanman nima edi? Oceanman bu ochiq havzada 10 kilometr suzdim. Birinchi Oceanman suzganimda juda zo'r qiziq historiya bo'lgan. Bu Oceanman Qozog'iston, Almatadan bir 70 kilometrdan keyin Kapchigay degan suv ombori bor. Shu suv omborida 10 kilometr suzdim. Birinchi kun 1,5 kilometr start bo'ldi, ikkinchi kun 5 kilometr bilan 10 kilometr. 1,5 kilometr O'zbekistondan yo'llar bor edi. Ular suzganda, ularga suvdan chiqqanda bayroq beraman desam, o'tkazishmadi. Bolalar biz bayroq finish qildi. Ammo vatanparvarman. O'zbekiston bayrog'i bilan finishga kirishim kerak, shuning uchun bayroqni dedim. Cho'nchaga solib. Finishni arkani oldiga ko'mib qo'yaman dedim. Suvdan chiqib, olib shuni finish qilaman. Parod bo'lmasin dedim. Bayroqni o'zim bilan olib ketaman. Shu bo'yda ichiga chiroyli qilib taxlab qo'ydim bayrog'ni. Suzib ketdim. Start bo'ldi bir 300 kishimi, 300 kishidan ziyod odam start bo'ldi, suzib ketdik. Missiya kerak dedim-ku. Shu Oceanmanga kirganimda missiyani sirazi qo'yib oldim. Men dedim, bundan askar O'zbekiston bayrog'ini qirg'oqqacha olib borishim kerak. Shunday qirg'oqqa chiqdim. Bayroqni olaman desam, o'ynaki lentalarni o'zi olib tashagan, o'zi bardaga chiqqanmi? Odamlar turibdi, menga shunday zapasnoy bayroqni berishdi, zapasnoy bayroq bilan shunday finish qildim. Lekin shu bayroq 10 kilometr vatanni bayrog'i menda yonimda bo'lgani menga katta kuch berdi. Конечно. Maqsad. O'zi именно o'sha Lekin u missiyani bayroq ho'l bo'ldi, og'ir bo'ldi, suzish qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu bayroq agar bo'lmaganda edi, balkim bora olmasdik. yarmida qanaqadir tarakan chiqib bu yoqdan, mana shu yoqdan tugat bo'ldi.